Assalomu alaykum. Men ismim Abdulaziz. Bugungi mavzuyimiz kibergigiyena, ya'ni internet va qurilmalardan xavfsiz foydalanish odatlari haqida gaplashamiz. Kibergigiyena bu oddiy gigiyenaga o'xshamaydi. Masalan, kasal bo'lmasligimiz uchun tishlarimizni, qo'llarimizni yuvamiz. Xuddi shunday internetda ham shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish uchun xavfsizlik qoidalariga amal qilishingiz kerak. Hozirgi kunda deyarli hamma internetdan foydalanadi. Ijtimoiy tarmoqlar, bank ilovalari, elektron pochta va turli saytlar. Agar xavfsizlikka e'tibor bermasak, kiber jinoyatchilar parolingizni o'g'irlashi, akkauntimizga kirishi yoki ma'lumotlaringizni yo'q qilishi mumkin. Kibergigiyenaning asosiy qoidalari haqida gaplashamiz. Birinchi qoida: kuchli parollar ishlatish. Parol kamida 12 va 16 belgidan iborat bo'lishi kerak. Unda katta va kichik harflar, sonlar va maxsus belgilar bo'lishi tavsiya etiladi. Masalan, oddiy 1 dan 6 gacha yoki password so'zi kabi parollar juda xavfli. Har bir akkaunt uchun alohida parol ishlatish zarur. O'zingiz uchun himoya bo'ladi. Masalan, agar bitta parolni hamma joyga ishlatsangiz, bank akkauntlaringiz, Google akkauntlaringiz, Telegram akkauntlaringiz xavf ostida qoladi. Ikkinchi qoida: 2 bosqichli himoya. Tasdiqlash kodi yoki ko'p bosqichli tasdiqlash kodlari bu akkauntga kirishga qo'shimcha tasdiqlashdir. Masalan, paroldan tashqari telefoningizga kod keladi. Bu usul hacker uchun akkauntingizga kirishni ancha qiyinlashtiradi. Shuning uchun hozir ko'plab ilovalar 2 bosqichli himoyani tavsiya etadi. Bu oddiy, lekin juda samarali. Uchinchi qoida: dastur va telefonni yangilab turish. Yangilanishlar faqat yangi funksiyalar emas, balki xavfsizlik teshiklarini ham yopadi. Shuning uchun telefon, kompyuter va dasturlarni doim update qilish kerak. Ba'zi odamlar yangilanishni kechiktiradi, lekin aynan eski versiyalar ko'proq hujumga uchraydi. To'rtinchi qoida: antivirus va skaner ishlatish. Qurilmaga zararli dasturlar tushmasligi uchun antivirus kerak. Antivirus viruslarni aniqlaydi va o'chiradi. Antivirus ayniqsa internetdan ko'p fayl yuklaydigan foydalanuvchilar uchun juda foydali. 5-qoida: shubhali link va fayllardan ehtiyot bo'lish. Noma'lum linklarga bosmaslik, notanish odam yuborgan fayllarni ochmaslik kerak. Ko'p firibgarlar phishing usuli bilan login va parollarni o'g'irlashadi. Masalan, bank nomidan soxta xabar, link yuborishi mumkin. Shu sababli linklarni har doim tekshirishingiz kerak. 6-qoida: ma'lumotlarni zaxiralash, backup qilish. Muhim fayllarni fleshga yoki external disk yoki cloud xotirasiga saqlash kerak. Agar virus yoki qurilma buzilsa, ma'lumotlar yo'qolmaydi. Masalan, telefoningiz buzilib qoladigan bo'lsa yoki virus tushsa ham backup orqali ma'lumotlaringizni qayta tiklashingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, kibergigiyena bu internetdagi xavfsiz hayot tarzidir. Har kuni oddiy odatlarga amal qilish orqali o'z akkauntlarimizni, qurilmalarimizni va shaxsiy ma'lumotlarimizni himoya qila olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Abdulaziz.